Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlar programmasini ko'rishingizni qarshi olamiz. Xabarlarimizni yoqtirib ko'rishingizni umid qilamiz. Tövəndəki ixtiyarlar xabarlarimizning təfsili məzmunlarida bo'lsin. Xitoyning hukumat torbetlərində atalmış Uyğur Avtonom Rayonluq Xalq Qurultayı Daimi Komitetining vazifaga tayinlash qaldirish ismli e'lon qilingan bo'lib, diqqat qo'zg'aydigani 25 mart kuni atalmış Uyğur Avtonom Rayonluq 13 navbatlik Xalq Qurultayı Daimi Komitetining 24 qitimliq yig'inida ma'qullangan qarorlarga asosan atalmış Uyğur Avtonom Rayonluq sud mahkamasi har qaysi darajalik yerlik sud mahkamalarining aslidik sudchilari vazifasidan qoldirilib, yangi kishilar vazifaga tayinlangan. Atalmış Uyğur Avtonom Rayonluq Xalq Qurultayı Daimi Komitetining vazifaga tayinlash qoldirish qarornomasida yana ilgari Xotan viloyatlik partkom sekretari, ishlab chiqarish qurilish punktini 14-diviziyasi partkomining 1-sekretari qatorliq vazifalarni o'tagan Yang Fasinning atalmış Uyğur Avtonom Rayonluq Xalq hukumatining muavin raisiga tayinlanganligi muxtirilgan. Adliya sohasidagi bu zo'r ko'lamli vazifadan qoldirish va tayinlash harakati chet ellardagi Uyg'ur kuzatuvchilarining kuchli diqqatini qo'zg'ab, Xitoy hukumati Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik sababidan xalqaro kuchli besimga duch kelayotgan mazgilda bundoq zo'r ko'lamda qonun adliya o'rinlarida kishilarning vazifasini almashtirishi gumon qo'zg'aydiganligini, jinoyatlarga oid paketlarni yo'qotishni maqsad qilgan bo'lishi mumkinligini bildirishgan. 25 mart kuni atalmış Uyg'ur Avtonom Rayonluq hukumat har qaysi nazorat va idoralarning boshliqlarining qatnashishida kengaytirilgan yig'in chaqirib, Xitoy mamlakatlik siyosiy kengashining raisi Wang Yangning Urumchi va boshqa joylardagi tekshirish faoliyati jarayonida so'zlagan so'zlarining muhim ruhini o'rganishni boshlagan. Tangritog to'rining 26 martdagi xabarda aytilishicha, Wang Yangning so'zlaridagi muhim nuqtalar atalmış Xi Jinping davridagi Xinjiangni idora qilish strategiyalarini hamda ijtimoiy muqimlik va uzoq mazgillik amillikni ishga oshirishdan boshqa 3-qitimliq Xinjiang xizmat yig'inining ruhini oydinlashtirib olish, atalmış uzun mazgillik amillikka bo'shashmay ho'sharlik va uzilmas saqchi gudiki orqali kepillik qilish, atalmış o'rtaq tarix va o'rtaq til orqali Junxa o'rtaq gavdasiga aylanishni yuksaltirish, islom dinini xitoychilashtirishni tezlashtirish qatorliqlar ekan. Analizchilar bu vaqtda to'xtalib, bu Xitoy doiralarining navbatdagi Uyg'urlarni bostirishdagi fashistik tadbirlarni texnik zo'r ko'lamda davom qilish haqida jar sog'anligidan boshqa narsa emas. Uyg'urlarning hozir g'azablanish haqqimi qolmagan bo'lsa-mu, Xitoy hukumatı buningga rozi bo'lmasdan Uyg'urlarni uzil-kesil yo'q qilib etishni qasdlamoqda. Avstraliyaning ABC kanalida Xitoy hukumatining Uyg'urlar qiratgan nazoratining ko'lami namoyon qilingan intayin muhim bir parcha xabar e'lon qilingan. Bir qism kishilik huquq faoliyatchilari o'tgan yilning oxirida Shanxay shaharlik bexatarlik sonliq ma'lumot mulozamatlariga xakerlik hujumi qo'zg'ash orqali mulozimatlarda qayd qilingan 1 milliondan ortiq sonliq ma'lumotga erishgan. Keyin ular bu sonliq ma'lumotlarni Avstraliya bexatarlik xodimlari ABC kanali va Osondagi xalqaro axborot organlariga avatib bergan bo'lib, bu Xitoyning ommaviy kuzatish sistemasining taraqqiyoti va ko'lamini namoyon qilib beradigan kuchli paket ekan. Shanxay shaharlik bexatarlik sonliq mulozimatlarida ishorat belgisi qo'yilgan 8 mingdan ortiq Uyg'ur bor bo'lib, ularning ismi, adresi, kimlik nomeri va ularning atalmış terrorlik jinoyati tafsili xotirlangan ekan. Tizilmikda 400 dan ortiq qoramiga yetmagan Uyg'ur bolalarim bor bo'lib, eng kichigi texi 5 yoshda ekan. Ularning bir qismlari nazorat qilingan va bevosita so'roq qilingan. Bu sonliq ma'lumot amirida yuqorida atalmış terrorchi deb atalgan Uyg'urlarning nazorat qilinishi, tutib turilish va so'roq qilish jarayonlari xotirlangan bo'lib, kuzatuvchilar buni Xitoyning keng ko'lamli qora tizimliklardan kichikgina avrishkisi deb qaramoqda. Mazkur kanal bu tizimlikda ismi bo'lgan va hozir Turkiyada yashayotgan 2 nafar Uyg'ur bilan so'zlashgan. Yuqoridagi sonliq ma'lumot ombiri yana 2017-yildan boshlab Shanxayga sayohatga borganda qizil belgi qo'yib qo'yilgan 5 mingdan ortiq chet ellikning pasport tafsilotlari va suratlarini o'ziga olgan bo'lib, Avstraliya doiralari hozir o'z fuqarolarini o'z ichiga oladigan bu kishilarga nima uchun ishorat belgisi qo'yilganligini tekshiryotgan. Yuqoridagi bu hujjat Xitoy hukumatining Uyg'urlar va boshqa davlat fuqarolarini mutlaq nazorat ostiga olish nishonini, uning sonliq ma'lumot ombirining ko'lamini oshkorlab beradigan intayin muhim material hisoblanadi ekan. Xitoyda Xitoy Kompartiyasining Jamoat xavfsizlik ministrligining 2 million soqchi va keng tarmoq tor sistemasi bor bo'lib, qiladigan xizmati odatdagi soqchinikidan nechasi ortiq ekan. Avstraliya aqlli ombiri strategik siyosat tadqiqotxonasining oliy analizchisi Samantha Hoffman Xitoyda Jamoat xavfsizlik ministrligi soqchilar emas, balki Kompartiya davlatini qo'g'dash kerak. Oxirgi nishoni Jamoat xavfsizlik ministrligi cho'qim Xitoy Kompartiyasiga sodiq, partiyaga sodiq bo'lish kerak. Mana buni Xi Jinping aniq o'tirib qo'ygan mustabid qaror degan. Mutaxassislarning aytishicha, Jamoat xavfsizligi ministrligi va uning yerlik tor sistemasi qatorliq organlarning bu xil sonliq ma'lumotni qachongacha saqlaydiganligi texnik aniq emasligi bildirilgan. Angliya istixborot idorasi bu hujjatlarni qo'lga tushirgan hamda munosabatlik tekshirishlarni olib bormoqda ekan. Yaqinda Xitoy Kompartiyasi Sharq Turkistonga munosabatlik axborot e'lon qilish yig'inida bir qancha Uyg'urni nutq so'zlashga o'rlashtirib, atalmış Xinjiang ma'rif va tarbiyalash markazini madaniyatlik va haqsiz ma'rif o'rin deb tasvirlab,
Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligini rad qilgan. Axborot e'lon qilish yig'inida so'zlashga o'rlashtirilgan atalmish tarbiyalash markazining o'quvchilarining biri Tahirjon To'xtining bir necha oy ilgari rasmiy axborot tashviqot filmida paydo bo'lganligi. Ayni vaqtda u Fudan universitetini bitirgandan keyin Xotanga qaytib egilik tikilganligini o'tirib qo'ygan ekan. 29 mart kuni Xitoy Kompartiyasi Tashqi ishlar ministrligi bilan atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik hukumat birlikda atalmish Xinjiang munosabatlik masalalar to'g'risida axborot e'lon qilish yig'ini ichib, bir qancha Uyg'urni muxbirlarni kutib olish yig'inida atalmish Xinjiang tarbiyalash markazini bitirgan o'quvchilar sifatida so'zlashga o'rlashtirib, qayta tarbiyalash lageridagi kishilik huquqi daxl ta'ruz qildi degan ayblashlarni rad qilgan. Axborot e'lon qilish yig'inida so'zlashga o'rlashtirilgan Tahirjon To'xti atalmish Xinjiang ma'rif va tarbiyalash markazining bir maktab ekanligini, dushanba kunidan juma kunigacha har kuni 6 soat dars o'rlashtirilib, davlatning o'rtaq til, qonun bilimlari, kasbiy mahorat va radikalni yo'qotish qatorliq darslar o'tildiganligini so'zlab, o'zlarining har vaqt oila va do'stlar bilan aloqalasha oladiganligini, xohlagan vaqtda dam olishni talab qila oladiganligini, shanba, yakshanba va davlatning belgilagan qonunliq dam olish kunlarida normal dam oladiganligini, ta'til mezgilida diniy o'quvchilar masjidlarda yoki oilada normal diniy faoliyatlarga qatnasha oladiganligini, o'zining o'qish bitirgandan keyin uymilik shirkati va restoran ochganligini, hamda ma'rif tarbiyalash markazida o'rgangan qonun nizom, savdo boshqarish va boshqa bilimlarni restoran va uymilik shirkatining kundalik boshqarishida qo'llanganligini. Oxirida Xitoy sirtidagi u kishilar bizning ma'rif va tarbiyalash markazimizning jazo lageri ekanligini, o'quvchilarning qiyin qistoq qilinganligini, uning hammasining qo'rq gap ekanligini so'zlagan. Ammo Xinhua To'rning 2020 yili 14-iyul kuni tarqatgan Yurtga qaytib egilik tiklash tashviqot filmida Tahirjon To'xtining mag'rur holda kamera oldida tomoshabinlarga "Men 15 yil ilgari Fudan universitetini bitirdim. O'qish bitirgandan keyin Xotanga qaytib keldim. Do'stim bilan hamkorlashib, uymilik shirkati ochdim. Hozir tijoratim alohida yaxshi bo'lyapti. Bundan keyin o'zim yaxshi ko'radigan ishni qilishga texmi ko'p vaqtim bor deb o'zini alohida tunishtirgan." Xitoy Kompartiyasi axborot e'lon qilish, muxbirlarni kutib olish yig'inida atalmish Xinjiangda terrorlikqa qarshi turishda zo'r utuqlarga erishganligini, hamdalikda bo'lsa atalmish Xinjiang xalqining intayin xushal xuram yashayotganligini aytganda, bir qism chet el taratqular muxbirlari Xinjiangga berib naq maydon ziyoratini qabul qilishni talab qilgan. Xitoy Kompartiyasi amaldorlari bo'lsa terrorchilarning nishonga qarmay hujum qo'zg'aydiganligini, axborot muxbirlarining Xinjiangga berib ziyorat qilishining bexatar emasligi to'g'risida tahdid solgan. Tayvan qatnash ministrligining xabar qilishicha, taxminan 350 yo'lovchi o'ltirgan 8 vagonliq poyezd Tayvan Hualien rayoniga kiradigan tonnelda relsdan chiqib ketib, poyezdning 4 va 5 vagonlari og'ir ziyonga uchragan. Voqeada 36 odamning qazo qilganligi, 60 odamning yaralanganligi aniqlab chiqilgan. Voqeadan keyin naq maydonga o't o'chirish va izlash qutqizish otryadlari avatilgan. Tayvan rahbari Tsai Ing-wen munosabatlik ministrlik va o'rinlardan voqea to'g'risida zarur xizmatlarni ishlashga o'rlashtirish qilgan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.